Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi videoda biz qanaqa PvP qilishni yaxshilashtirishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdim. Birinchi o'rinda biz hozir trenirovkaga kirib olamiz. Shunaqa karta bor. Bemalol shunaqa kartalarni sketch qilsanglar ham bo'ladi sizlar. Trenirovочный karta deyiladi. Bemalol sketch qilib, sizlar ham bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda sizlarga nima kerak bo'ladi? Yaxshi qilish uchun PvPni. Birinchi o'rinda sizlarga nasrga bo'limiga kirib, polе зренияni o'zingizga moslab, to'g'rilab olishingiz kerak. Ko'p. Kam hech qachon qo'yib yubormanglar. Chunki masalan hozir kam qo'yib yuborsanglar, ko'ryapsizlar, teqqizish juda qiyin bo'lyapti. Ko'p ham qo'yib yubormanglar. Ko'p qo'ysanglar ham teqqizish qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun o'zingizga moslab buni ham cho'tka qilib, o'zingizga moslab qo'yib olasizlar. Menda masalan hozir 95. Ikkinchisi bu nastroykaga kirib, upravleniyaga kirib, nastroyka mifiga kirib, чувственностьlarni ham o'zingizga moslab to'g'rilab olasizlar. Kam qo'yib yubormanglar, buni ham xuddi shunaqa ko'p qo'yib yubormanglar. Mana ko'rayotganinglardek ko'p qo'yganimdan keyin aylanib ketyapman, teqqizish juda qiyin. O'shaning uchun buni ham o'zingizga moslab, cho'tka qilib qo'yib olasizlar. Menda 35 turibdi. 35 ga qo'yib olaman. Uchinchi o'rinda nima? Uchinchi o'rinda bu Resource Pack. Resource Pack nastroykaga kirasizlar. Resource Pack bo'limiga kirganingizdan bu yerda sizlarda faqat bitta bo'ladi. Minecraft o'zini standartni Resource Pack bo'ladi. O'shaning uchun buni ham saytlardan, YouTube'lardan har xil Resource Packlar sketch qilsanglar bo'ladi. Ko'rayotganinglardek menda juda ham ko'p. Hozir mana bittasini qo'yib ko'rsatib beraman. Bu ham juda PvPda yordam beradi, asqotadi. Men hozir bittasini qo'yaman. Ko'rayotganinglardek qo'ydim. Ancha chiroy berdi. Birinchasini ko'rayotganinglardek birinchasini formasi ham o'zgardi. Chiroyliroq bo'ldi. Rangini ham o'zgartirib yubordi. Qo'limdagi totemni ham qanaqadir ko'rinish berildi. Shuning uchun hozir o'zimnikini qo'yib olaman. Bemalol sketch qilib, bemalol foydalanaversanglar bo'ladi. Hozir biz PvP ni turlarini ko'rib chiqamiz. PvP qilish turlarini. PvP qilish turlari birinchi o'rinda bu nima? Bu crit deyiladi. Bu crit. Crit nima? Crit sakrab turib urush. Sakrab turib urush. Agar sizlar o'zingizlarning dushmaninglarni sakrab turib ursanglar, uni ancha jonini ketkazasizlar. Agar mana masalan men bunaqa turib joyimda turib ursam, kamroq joni ketadi. Agar sakrab turib ursam, ko'proq joni ketadi. Shuning uchun critni ham o'rganishingizni maslahat beraman. Mana sakrab turib uryapman ko'rayotganinglardek. Ikkinchi o'rinda bu combo. Combo bu nima? Combo bu joylarda sakramasdan turib, joylarda turib, personajni yaxshilab ko'rib, mana o'zingizga keltirmasdan uzoqlashtirib urish. Mana ko'rayotganinglardek uzoqlashtirib uryapman. Menga kela olmayapti, meni ura olmayapti. Buni ham o'rganishingizni maslahat beraman. O'zi PvP qachon kerak? PvP ko'proq anarxiyalarda, ko'proq survivallarda, har xil anarxiyalarda kerak bo'ladi. Juda qiziqarli narsa PvP ham o'rganib olinglar. PvP ni keyin har xil joylardan, har xil serverlarda o'rgansanglar bo'ladi. Masalan, hozir bittasiga kirib ko'rsataman. Sitavaya kiramiz. Bu yerda Play Saturn X Spice degan server bor. O'sha yerga kirib ham bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Hozir kirib ham ko'rsataman. Xullas, mana serverga ham kirdim. Play Saturn X ga. Bu yoqqa kirish uchun sizlardan boshida registratsiya so'raydi. Registratsiyasidan o'tib, keyin bemalol kirib o'ynaversanglar bo'ladi. Mana ko'rayotganinglardek men kirdim. Kirganinglardan keyin qo'lingizda mana bunaqa mech bo'ladi. Vыбор rejimi deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'ng knopkani, mishkani o'ng knopkasini bosib, duellarni o'zingizga tanlab olsanglar bo'ladi. Men masalan hozir birinchi duelga kirdim. Kirganinglardan keyin bu yerda har xil rejimlar bor. Mana masalan qo'lingizda 3 ta mech bo'ladi. Nether mech tanlab olib, bu yerda har xil rejimlar bor. Ko'rayotganinglardek Crystal PvP, Elytra PvP bor, nabor yakri bor, bu yerda totem bor, har xil rejimlar bor. Bemalol kirib o'ynaversanglar bo'ladi. Bu server IP-sini opisiyaniyada qoldiraman videoni tagida. Hozir biz nabor Nether standart degan joyga kiramiz. Hozir ko'rib turganinglardek PvP qilib ko'raman. Bemalol kirib o'ynaversanglar bo'ladi. Mana uch qilyapti. Kelgandan ketdi. Ko'rayotganinglardek hozir mana crit beryapman. Dushmanimga crit beryapman. Ko'rayotganinglardek joni juda ko'p ketyapti mana. Qochdi yorimdan. Mana pastga tushib olamiz, pastga.
ko'rayotganinglar kredit beryapman, u ham menga kredit beryapti, lekin juda ko'p jonini yeb qo'ydim. Mana standart nabor standartga kirib ko'ramiz. Bu yerda adashmasam kamba, yo bu yerda, mana qaranglar. Kambani almaskada yaxshi ishlatsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Ketdi, mana qaranglar. Turibsizlar mana. Yonimga yaqinlashtirmayman. Ko'rayotganinglardek uron bera olmayapti menga. Kreditlamoqchi bo'lyapti, uron bera olmayapti mana. Tekqiz olmayapti. Kamba mana mana shunaqa bo'ladi. Qo'shotdim, o'lgisi kelmayapti menimcha. Mana endi ketamiz. Nimagadir odam ko'pligini hisobiga meni kompyuterim qotyapti. O'rtalar PvPda har doim kompyuterim yaxshi rol o'ynaydi. O'zingizga yaxshi kompyuter sotib olishga harakat qilinglar, yaxshi PvP qilish uchun. Menda hozir necha FPS? Menda nimagadir hozir 60 FPS beryapti. Bilmadim nimaga. Menda shaderlar qo'yilgan, o'shancha hozir 60 FPS berayotgan ekan, bildim. O'shancha o'rtalar bemalol kirib Saturn X serveriga kirib o'ynaversanglar bo'ladi. Sizlar bilan Mixmine bo'ldi. Videoga like bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni unutmanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar xohlasanglar, keyingi videoda qanaqa qilib resurs pak skachat qilishni, olovni yo'qotishni hammasini o'rgatib beraman. Videoga like bosinglar, sizlar bilan Mixmine bo'ldi.